Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahobalar ya Rasululloh, eng halol kasb qaysi kasb deb so'rashganda sarvari koinot, kishi o'z qo'li mehnati bilan qilgan amali bu eng yaxshi kasb dedilar. Insonni o'zining iqtidori bilan, o'zining mehnati, mashaqqati bilan, ilmu hunari bilan topgan mablag'i eng yaxshi hunar, eng yaxshi halol rizq bo'ladi. Mehnat qilgan odam birovni g'iybat qilmaydi. Mehnatkash odam birovga hasad qilmaydi. Birov bir yaxshi mashina oladi, yaxshi imorat quradi, yaxshi gumonda bo'ladi, yaxshi niyati bo'ladi. Kim hasad qilyapti, kim kibrli qilyapti, o'rganinglar, sekin o'sha odamning hayotini o'rganinglar. Bolaligida mehnatdan yiroq bo'lgan odamlar, otasini, onasini bir imkoniyati bilan bugun shunaqa qilib bo'lib yurgan odamlar. Shuning uchun azizlar, mehnatkashlik Allohga mahbub amal bu. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Innalloha yuhibbul mu'minal muhtarif." Alloh taolo mehnatkash, hunarli mo'minni yaxshi ko'radi.